Bu nima qilyapti? Hari, bol mashinani. Ming bor uzr aka, ko'rmay qolibman-da. Hammamiz ham o'zbekmiz-ku. Hamma. Bo'ldi aka, ishingiz bitdi. Bo'ldi aka, hozir 1 minut. Pulim qayerga ketdi? Aka, to'g'risi bunaqa holatga birinchi marta tushdim. Pul uyda qolib ketib qopti. Erta tashlab ketsam bo'ladimi? Erkakcha gap. Aka, to'g'risi bu meni qo'limda emas. Ichkarida xo'jayinim bor, chaqirib ko'ra gaplashib ko'ring. Tushunadigan insonlar. Zo'r bo'lasizmi aka? Qani xo'jayinimiz? Shogird nima bo'lyapti? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Akamizni pullar uyda qolib ketibdi. Erta tashlab ketaman deyapti. Shunga nima deysiz? Yo'q. Do'stim kimdir oq, kimdir qora, kimdir boy, kimdir kambag'al. Hammamiz bitta millatdanligimizni unutmaylik. Biz qilgan xizmatimizga rozimiz. Sog' bo'lasiz.